bor ekanki azizlar, u uylargacha farishtalar kirmasgan. Qanaqa uylar endi? Zino qiladigan uylar, kimda kim shu xonadonda zino qilsa, u xonadonga farishtalar kirmas ekan. U maskanga farishtalar kirmas ekan. Aytishingiz mumkin-da, zino qilmaymiz, nahotki uyimizda ham zino qilsak deb. Shunaqa holatlar ham bo'lar ekan, lekin bilasizmi qanaqa holat bo'lar ekan? Bizga ko'p uchraydi-da bunaqalar. 3-4 marta talog'ini aytib yana yashaydiganlar bor. Nikoh qilsangiz qabul bo'lmaydi. Ka'baga olib borib o'qiting, Ka'ba qabul bo'lmaydi. 3-4 marta taloq qilib, 3-4 marta nikoh qilganlar bor. Ularning nikohi qabul bo'lmaydi. Ular shu xonadonda yotdi, turdi qilyaptimi? Zino bo'lyapti. Shu xonadonda zino bo'lar ekan. Taloq tushgan xonadonda ham zino bo'lar ekan azizlar. Taloq tushgan xonadon, zino qiladigan xonadonda demak farishtalar kirmas ekan azizlar. Aroq ichadigan uylar va aroq saqlaydigan uylar va qimor o'ynaydigan uylarda ham farishtalar kirmas ekan. Aroq ichadiganlar kamdur, lekin aroq saqlaydiganlar ko'p. Aroq bu saqlaydi shkofiga. Mehmon keladi deydi. Nozik mehmonlar keladi deydi. U nozik mehmonlar nozik emas. Yarim tonna keladigan mehmonlar. Ana shundaqa mehmonlar keladi deydi. Shularga saqlab qo'yaman deydi. Saqlab qo'ydingizmi, uyingizga farishta kirmas ekan. Ota-onasi oq bo'lgan uylar farishta kirmas ekan. Ota-onasi oq bo'lgan uylarga ham farishta kirmas ekan azizlar. Ota-onasi yig'latadigan uylar fayzi baraka bo'lmas ekan, farishta kirmas ekan, bir ikkita bo'lmas ekan. Yetimni xo'rlagan uylar farishta kirmas ekan. Silay rahmni uzgan uylarga ham farishta kirmas ekan. Aka, uka, opa, singil arazlab yurgan, arazlaganlar. Silay rahmi yo'q, aka, ukalar, opa, singillar. Arazlab yurdingizmi, silay rahmni uzdingiz. Mana shunday insonlarning uyiga, xonadoniga farishta kirmas ekan. Sudxo'rlarning uyiga ham farishta kirmas ekan. Sudxo'rlar, Qur'onda oyat bor. Sudxo'rlar qiyomatda jinni bo'lgan holatda tiriladi degan Alloh taolo aytgan. Krisha holati ketar ekan. Turar ekan, hech kimni tanimas ekan. Jin tekkan holatda degan oyat. Sudxo'rlar bilamizmi kimlarni? Sudxo'rlar o'sha joyda uyga borsangiz, qarz so'rasangiz, mayli qarz emas, pul beraman, lekin bir oyda shuncha qilib berasan deydi. $100 beraman, $200 qilib berasan. $200 beraman, $400 qilib berasan. Xullas qilgan shunga o'xshagan narsalar, ishlar sudxo'rlikka kirar ekan. Sudxo'rlar yana bir hadisda keladiki, Alloh taolo bilan jang qilar ekan. Belini baylab Alloh taolo bilan jang qilaman der ekan. Mana bunday odamlarning uyiga farishta kirmas ekan. Uyining ichida it boqadiganlar. Uyining ichida o'sha uxlaydigan joyida, namoz o'qiydigan joyida, yashaydigan joyida, shu joylarda uyning ichiga ham shu it kirdimi, farishta kirmas ekan. It masalasi og'ir, hammamiz uyimizda bo'lsa kerak. Itimizni, demak, iti borlar shu itlarni sal uzoqroqqa saqlashga harakat qiling. Juda nozik masala bu. Ehtiyot bo'lish kerak. Allohning zikri qilinmaydigan uyda ham ya'ni farishtalar kirmas ekan. Allohning shunday uylar borki, na namoz o'qiydi, na hayitga chiqadi, na juma o'qiydi. Shunaqa insonlar bor. Allohning zikri yo'q xonadonda. Payg'ambar alayhisalom aytganlarki,
uylaringizni qabristonga aylantirib qo'ymanglar deganlar. Ey Allohning rasuli, xonadon ham, maskan ham, uy ham qabristonga aylanadimi deyshibdi sahobiy ikromlar. Payg'ambar alayhisalom aytibdilarki, shu xonadonda Baqara surasi o'qilmagan bo'lsa va namoz o'qilmagan bo'lsa, shu xonadon qabristondan farqi yo'q debdilar. Uyimizni ham namoz o'qib turaylik azizlar. Uyimizni ham Qur'on o'qib turaylik. Ayniqsa oyatul kursini o'qib turaylik. Payg'ambar va sahobalarni so'kadigan kishilarning uyiga ham farishtalar kirmas ekan. Bu Yevropada ekan, badbaxtlar ko'p Yevropada. Qur'onni yoqyapti, payg'ambarni so'kyapti. Bizda bunaqasi yo'q inshaalloh. Rasm, surat, haykal bo'lgan uyga ham kirmas ekan. Haykali bor, xonadonlar bor. Biz bitta xonadon kirdik. Lenin haykali turibdi. Lenin. Bu nima qilasiz ham endi tarixiy deydi, tabarruk deydi. Tabarruk bilan o'lsin, uni olib qo'yish kerak endi. Farishta kirmaydi. Haykal, qo'li bilan yasalgan haykal, qo'li bilan chizgan rasm bo'lsa kirmaydi degan. Lekin shu joyni ham aytaylik azizlar, vaqtimiz ozgina o'tib ketyapti. Izoh bermasak bo'lmaydi-da. Foto deydi, foto. Ya'ni rasmiga oladi. Mana telefon ham foto, rasmiga oladimi? Bunga joiz ekan. Qo'lga chizilgan bo'lsa qiyomatda javob berar ekan. Mana uni hech kim qo'ldan kelmaydi chizishlik. Bu Alloh taoloning ilmi ekan bu. Lekin ulamolar aytibdilarki, uyingizni aylantirib, rasmlarga to'ldirmang. Nega desa, ulamolar aytibdilarki, ey baraka topkurlar. Agar uylaringizda ota-onalaringizni, bobolaringizni uylarini, ya'ni rasmlarni portret qilib qo'ygan bo'lsalaringiz, shu xonada namoz o'qishlik makruh debdilar. Yaxshi nima qilishimiz kerak azizlar? Rasmlarni olib bir joyga taxlab qo'yaylik. Bir eslaganda olib ko'raylik. Tiriklikda hurmat qilmaydi. Bir narsa olib bermaydi. Ota qayerdasiz demaydi. Ona qayerdasiz demaydi. O'tgandan keyin ko'rasizda Xorazmga borib, gilam to'qib, ota-onasini rasmini kelib devorga osganlar bor. Nima foyda? Unda nima foyda? Aksincha o'sha xonadonda, o'sha uyda endi namoz o'qigan bo'lmaydi. Nima ish qilyapsan o'zi? Ular hammasi ajnabiy tilda pakkazuqa deydi. Ko'rsatma, ko'ringlar, men otamni yaxshi ko'raman. Lekin tirikligida hurmat qilmagandi, bir tinga olmagandi. Bir kilo uzum, bir kilo banan meva olib bormagan odamlar o'tgandan keyin hey mehribon bo'ladi-yu. Yolg'on ekan mehribonda. Bu mehriboning bir tinga qimmat. Bir tinga qimmat. O'tmaydi. Shuning uchun yaxshi ularni olib qo'yib, shu qachon bir eslasak, ularni bir tomosha qilib, haqlarga duo qilib, Qur'on o'qisak inshaalloh shu to'g'ri bo'lar ekan. Doimo musiqa eshitadiganlarning o'yliga ham farishtalar kirmas ekan azizlar. Doimo musiqa. Doimo internetda ham musiqa eshityapmiz. Mashinada ham musiqa, uyga borsak ham musiqa, serial, futbol, musiqa. Qur'on eshitgan kunimiz bo'lganmi, yo'qmi? Mana shu yerda o'tiribmiz azizlar. Kim shu hafta hech bo'lmasa 1 soat uyda, televizorda yoki telefonida Qur'on eshitganlar bo'lganmi? Bo'lganmi shu yerda o'tirganlar? Jamoa kim Qur'on eshitdi? Haftasiga 3 ta odam eshitdi. Jamoadan rahmat, baraka topsin. 3 ta odam qo'l ko'tardi. Rahmat, baraka topsin. Keyin biz nima deymiz? Jin tekkan, o'zimizga jin kirgan, bolalarimiz gapga kirmayapti, kasal bo'lyapti. Hali hamcha miyamiz baquvvat ekan-ku. Shuncha narsani ko'taryapti-da, shuncha musiqa. Lekin Allohning kalomiga joy yo'q. Eng mashhur komanda, falon kuni futbolga tushar ekan degan kun qanaqa bo'ladi?
joy tayyorlagan, ovqatlarni tayyorlagan. Lekin bir Qur'onni eshitaylik, endi Allohning kalomi bu. Hamma narsadan ulug' deydigan gap yo'q. Doimo musiqa eshitadigan xonadonga farishta kirmas ekan. Mana shu gap hamcha esimizdan chiqmasin azizlar. Qimor o'ynaydigan uylarda ham farishta kirmas ekan azizlar. Oxirgisi shirk belgisi bor uylarga ham farishta kirmas ekan azizlar. Shirk belgisi bor uylar shunday uylar ekanki, ularning darvozasida otning taqasi bor. Tikon bor. Yana nima bor? Isiriq bor. Yana nima bor? Kalla. Qo'yning kallasi, kalla bo'lmay. Bu kalla nimani qaytaradi? Ha? Nimani qaytaradi bu kalla? Tikon nimani qaytaradi? Shirkmi? Mana shu qaytarsin deganda o'sha odam, otni taqasi svarkalab qo'yadi. Ot taqasi nimani qaytaradi? Temir. Shirkmi? Shirkni ham tozasi shirki. Yana mu'min musulmon, yana ba'zi bir namozxonlar uyda ham ko'ramiz. Jumaga keladigan namozxonlar uyda ham bor shunaqa. Uyning ichida ham kirsangiz ba'zi xonadonlar bilasizmi? Nima iladi? Bo'rining terisini. Bo'ri saqlar ekan. Ayiqning terisini. Men o'zim guvoh bo'lganman, bitta xonadonga kirsam, ayiqning terisi. Ayiqniki haqiqiy ekan yana. Nima qiladi desam, bu uyga baraka keltirar ekan. Baraka keltirar ekan ayiq. Agar u shu bechora o'lib, shilinib shu uyga osishni bilganda edi, yaqin kelmasdi-yu, o'zini o'ldirishni bilmadi-yu, senga baraka keltiradimi? Shak keltiradigan uylar azizlar. Mana shunday narsalar bo'lsa uyimizdan olib tashlaylik. Qachonki uyimizda demak namoz o'qisak, Qur'on o'qisak, Sura Baqara o'qisak azizlar, inshaalloh baraka bo'lar ekan. Uzr so'raymiz azizlar, ozgina vaqtlaringizni oldik, ozgina. Shunaqa paytda bir aytmasak bo'lmayapti axir. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Ilohomin aytilgan masailga amal qilib borimiz ya Alloh barchamizga nasib aylagin ya Alloh. Parvardigor Alloh hammamiz uyimizni barakotli qilgin, fayzli barakotli qilgin. Shirk amallardan o'zing asragin Parvardigor Alloh. Faqat musiqa eshitib ya Alloh yurishni ham o'zing panoh bergin. Qalbimizga o'zing kalomingni jo aylagin Parvardigor Alloh. Iymonda ham, islomda ham ya Alloh o'zing barqaror aylagin. Va sallallohu alayhi xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Duolarni ijobat aylagin. Allohu akbar. Xo'p.